O'zim musofir yurtaman, ota-onam, yaqinlarim bilan safarga jo'natmoqchiman. Hikmat Travel narxlar qanaqa bo'lyapti? Nima yangiliklar degan obunachilarimiz, xudo xolasa shu videomizni o'tkazib yubormaysizlar, bizga layklarni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yganlarga birinchilardan bo'lib videolarimiz chiqib boradi. Sizlar ham kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring birinchilardan bo'lib ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Xudo xolasa bugun Abdug'affor aka oldilariga yetib kelganman. Chiroyli qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Toshkentdan Vodiydan reyslar bor deyapti. Nechinchi sanaga bor? Narxlar qanaqa bo'lyapti? Sharoitlar qanaqa? To'lov masalalari qanaqa? Xudo xolasa hamma savollaringga bugungi videoda javob olishlaring mumkin bo'ladi. Layklarni bosib qo'ygan bo'lsalaring, biz videoni boshladik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka obunachilarimiz uchun reyslar narxlarini aytib bersangiz, qachonga uchadi, xudo xolasa, keyin to'lov masalalari qanaqa bo'ladi? Bitta tushuntirib bersiz aka endi. Xo'p bo'ladi. Toshkentdan reyslarimiz 1-3 avgust kunlari bor. Bular Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha bo'ladi. Xo'p, 5-6 kuni reyslarimiz Toshkent Madina bo'ladi. Ularda narxini 895 dollar qilib beramiz. 895 dollar. 900 dollar emas narxi. 895. 895 ham bo'ladi. Xo'p, Vodiydan boraman deydigan obunachilarimiz uchun Vodiy narxlarimiz 965 dollardan Namangan Madina reysimizni qilib beramiz. Jidda bas, Madinaga tushadi, to'g'ri? Namangan Madina 965 dollar. Xo'p, o'zim musofirdaman, qanday qilib joy bron qilishim mumkin deydiganlar uchun mana shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Ismim Abdug'affor, o'zim aloqaga chiqaman. Xudo xolasa bemalol telefon qilaveringlar. Pasportlarni tashlab bersalaring bo'ldi. Masalan, O'zbekistonga o'zlaring uchib kelib, 2-3 kundan keyin ketaman deydigan bo'lsalaring, bizga pasportlaringni tashlab berasizlar. Biz joylarni hamma yoqda vizalarni olib, bordi keldi biletlarni olib, gastinisalarni hamma yoq chiroyli qilib tayyorlab qo'yamiz. Kelib 1-2 kun damlaringni olib, aeroportga borib, xudo xolasa umra qilganda uchib ketaverasizlar inshaalloh. Bemalol aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib beramiz. Endi sharoitlar qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr gastinisamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastinisamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushasizlar, xudo xolasa. Undan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, 50 bosh xizmati iloji boricha aeroportdan birga borib, birga kelishadi. Undan tashqari firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Va qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi ham bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Endi respublikamizda turgan obunachilarimiz to'lovlarni qanaqa qilsak bo'ladi, ofislaring qayerda bor deydiganlar uchun ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarda bor. Andijonda bor, Farg'onada bor, Namangonda bor. Uzr, Andijonda, Toshkentda, Farg'onada bor. Andijonda bor, Toshkentda bor, Farg'onada bor. 3 ta joyda bor ekan. 3 ta joyda bor. Respublikani, xudo xolasa. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun o'sha aytganimizdek onlayn joylarni bron qilsalaring ham bo'laveradi, xudo xolasa. Videoda qat'idadir kamchilik bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Xudo xolasa bu kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ysalaring, har kuni Hikmat Travel'dagi yangiliklarni har kuni yuklab boramiz, xudo xolasa. Iloji boricha har kuni video qilyapmiz inshaalloh. Mehnatimizni qadrlagan sifatda layklarni bosib, umraga boraman degan tanishlaringga bu videolarimizni jo'natib qo'ysalaring manfaatli bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.